Ya Orjon aka nima to'g'ri yo'l qolib mo'del orasida yuribsiz. Ha, uka yaxshimisiz? Ha, singillarda, opa singillarda yo'qlaydigan kunlar kelib qoldi. Juda ham savobi ulug' ekan. Shu singil uchun donni bosib yursa ham yo'l bor ekan, top ukalar uchun. Shuning uchun men hayitlar bilan, jumolar bilan tabriklab ko'nglini olay deb kelyapman-da. Xudo xolasa hammaga ibrat bo'lsin. Opa singillar shu kunlarda duosini olib qo'yinglar. Shunaqa ulug' kunlar keldi. Bosgan qadamingga hasanat yoziladigan, rahmat yog'iladigan kunlar kelib qoldi. Ulug' kunlarga sizlarni ham sherik bo'lishlaringizni so'rayman. Birgalikda bo'lsin savobi, iloyim. Opalarning ko'ngli shu ikkita nomi, ikkita gulga ham xursand bo'lib qolaveradi. Qo'llaringdan kelsa faqat yaxshilik qilib savoblarga ega bo'lib qolinglar. Birgalikda bo'lsin. Allohga shukrlar bo'lsin. Albatta sovg'a salom bo'lish shart emas. Opalar inilar uchun jonini beradi. Akalar ham hammasini yo'qlaydigan kunlar kelib qoldi. Savob ulug' kattalarni, qariyalarni yo'qlaydigan kunlar keldi. Shu o'zimizni o'sadan ikki dona atribulab opa yaxshimisan deb qo'ygan so'ziga tog'da beradi yulib. Assalomu alaykum azizlarim. Shunday ulug' kunlarda, juma kunlarda singillarni yo'qlash kerak ekan. Boshqa kunlari ham yo'qlasa bo'laveradi. Xudo xolasa opukani har kuni yo'qlasangiz biz uchun qancha mehnatlari singan bu opalarni. Oq yub, oq taraf. Shularni ko'rsam, onamni ko'rganda o'laman. Onamni siymolari bor shularning yuzlarida. Bir yo'qlab chiqay. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shu kunlarda opalarni yo'q. Adina opa. Adina opa. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat, charchamay. Sizimisiz? Sog'lik yaxshimi? Yaxshimisiz? Oz bo'lsa ham, oz bo'lsa. Qani? Yuramoqchi. Ya bismillah. Allohim xudoya. Ha, keldi. Ha, menga qo'yinglar. Oy. Allohim xudoya. Qadamlaringga hasanat. Allohim bizni yo'qlab kelibsan. Inam, jonim uka. Ota-onamdan yodgorim. Allohim. Xudoya umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin Allohim. Amin. Bugun endi shu bolalaring silay rahim bo'lsa Allohim mendan men endi shukronalar aytaman. Shunday Allohim ota-onam menga shunday inalarni berganiga Allohga ming qatla shukr Allohim. Shunday mehribon Xudoya hamisha kamarbasta inalarni berganiga Allohim shun mingdan ming shukronalar aytaman. Allohim shu dada ota-onamizni duosini olgan ekanmiz Allohim. Biz shu hayotga kelib shu bir narsani bildimki Allohim hamma narsani me'yori, miqdori bor ekan. Lekin silay rahim, mehrda bir summasi belgilanmagan ekan.